Endiki mevzu hürmetli vatandaş, bugün Çiğsağış Kemen 19. yıl 6. ayının 16. günü Yekşembe. Endiki mevzu, Beijing Şangan hükümetinin keçiktirip avaz koyuşunu kolladı. Lekin Şangan halkı bu layihani ebedi çekindirişle talep kıldı. Mavzulu haber 6. ayının 15. günü Amerika Avaz'dan Xitay Tül programı ilan kılındı. Haber bundan başladı. Şembe günü keçiştirişini ilan kıldı. Linjin Yue muhbirlarını kütübeleştiğinde şu günü Cumhur hükümeti kollaydıqanlığını bildirdi. Şangan halkı şu günü namayiş kılıp yana karıştırmızda irade bildirdi. Haber şuna münasebet. Şangan hükümeti Qaçqullar kanunu özgertiş hizmetini vaqtliq to'xtatishni qaror qildi. Beijing bu qarorni qo'llaydiganligini bildirdi. Lekin erkin demokratlar mundaq hisobladi. Şangan hükümetinin bu qarori yeterli emas. Bu qonun qarıştırgan Şangan bu qonunga qarıştırgan Şangan xalqi kunlardan biri qarıştırış namoyish o'tkazib o'tdi. Saqchilar bilan namoyishchilar o'rtasida Allohga qarshi kelib chiqdi. Xalqaro jamiyatning yuqori darajada diqqatini qo'zg'adi. Demokratlar fronti mundaq dedi: qarishlik, ko'rishlik, namoyishi davomlashadi. 6. ayının 9. günü Şangang'da 1 milyon kişilik zor namoyish bor dedi. Şangan Memuru Rayı'nın hükümetinin Qaçqullar kanununu ma'qullashiga qarshi turdi. Qonun o'zgartirilgandan keyin Şangan amaldorlari 37 xil jinoyatning ichidagi bir xil jinoyat bilan ayblangan har qanday kishini qo'lga elib, Şangan bilan o'tkazib berish kelishimi imzolagan davlatlar va rayonlar jumladan ve Tayvan imzalamagan devletler ve rayonlar cümleden Tayvan, Makao qatarlıq joylardan bu kişilerini Cumhur'a ötküzüp bir işe yol koyuldu. Demek bu kanun Tayvan, Makao qatarlıq joylarda qo'lga olingan yoki gunohkor deyilganlarni Cumhur'a ötküzüp bir işe yol koyulgan kanundur. Şangan'ın evet 20 devlet bilen qaçqan jinoyatchilarni ötküzüp bir iş kelişimi var. Lekin bu kelişim növbette Cumhur'a qo'llanilmaydi. Tayvan Omunga qo'llanilmaydi. Qonun o'zgartirilganda bu cheklama elib tashlanadi. Demek hozir Cumhur'un qonun o'zgartishi mush cheklimni elib tashlash. Omunga bo'lmaydi, qo'llanishga bo'lmaydigan, Tayvanga qo'llanishga bo'lmaydigan mush cheklimini bu qatim qonun o'zgartish orqali Cumhur elib tashlamoqchi. Memuriyet başlığı Linjin Yue Şembe günü muhbirlerin kütübeleş yığınıdı mundaq ilan qildi. Qaçqullar kanunu o'zgartishi vaqtla to'xtatilmas. Bu mundaq dedi: vaqtla to'xtatilgandan keyin jamiyat bilan aloqalashib, ko'plab tushuntirib, ko'plab fikr olamiz. Ona namoyishdan burungi pozitsiyasida Linjin Yue'nin bu qatim o'zgarish bo'ldi. Bu o'zgarishni davomlashtiramiz deb ching turib kelgan edi. Bu qatim endi ommadan fikr olamiz deganga o'zgardi, cho'ng o'zgarishmi yo'q. Taka qonun chiqarish komiteti ma'qullang'icha ching turamiz degan edi. Cumhur hukumati Oman, Şangan yani Makao, Oman, Makao, Şangan yani Hong Kong işlerine mesul devlet mahkeme işhanəsinin bayanatçısı 6. ayının 15. günü Şembe söhbət bayan qılıb bundaq göstərdi. Şangan Memuriyet başlığı Linjin Yue'nin özgertiş hizmetini vaqtliq to'xtatish qarorını qo'llaymiz. Hürmet qilamiz ve tushunamiz. Bu Beijing'nin ifodasi. Cumhur Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang shu kuni bundaq ko'rsatdi. Bu devlet işgal tüzüm, bir devlet işgal tüzüm. Şanganlıklar Şanganlı başkuruş. Yani Hong Kongluklar Hong Kong'u başkuruş. Yukarı derecede özünü başkuruş. Siyasi emelileşti. Açan? Namayişteki emelileştiremsen ya kabul emelileşkenler. Emeliyet sen bunu yok tutmadın mı?
Köpçüket. Her qandaq dövlət, hər qandaq şəxsinin Şanqanın işləri aralashış huquqi yo'q. İnkas. Muşa xəbəri yazılğan inkas. Biz Ördübə keçirələr. Ördübə mütəxəssislər asaslıq nöqtəni təhlil qıla almır. Komünist banditlarning bu qatam yo'l qo'yishi ilojsizlikdan bo'ldi. Chunki Şangan namoyish Tianmen namoyishiga o'xshamaydi. Qatnashgan odamlarning tarkibi Tianmen namoyishiga o'xshamaydi. Rayondarislik ta'siri kuchi o'xshashmaydi. Xalqaro ta'siri o'xshashmaydi. Komünist banditlarning xalqaro nam obro'yimi o'xshashmaydi. Kommunistlar davlat ichida hukmronligini butunlay o'xshashmaydi. Ya'ni kommunistlarning davlat ichida hukmronligi butunlay o'xshashmaydi. Mushayt nima demoqchi men tushunmay qoldim. Shunga kommunist banditlar yo'l qo'yishga majbur bo'ldi. Faqat yo'l qo'ydi. Yo'l qo'ymaydigan bo'lsa oxirgi natija hozircha 50% atrofidagi mumkinlik bo'yicha shuni ko'rishdimizki, Jungo Kompartiyasi hokimiyati gumron bo'ladi. Agar Şanganda yo'l qo'ymasa, hozircha 50% mumkinlik bo'yicha shuni aytamizki, Jungo Kompartiyasi gumron bo'ladi. Şanganning bu qatam Jungoga qarshi chiriklashga qarshi emas. Ya Tianmen maydonidagidek emas. Şanganda Jungoga hech qachon Şangan xalqi Jungo Kompartiyasiga yaxshi ko'z qarashda bo'lgan emas.